Ba'zi insonlar hayotimizga shunchaki kirib kelmaydi. Ular bilan birga butun bir davr boshlanadi. Ikkisin bitta xotira, yumqoq va tayyum. Ular uchrashgan kun oddiy kun edi. Hech kim bilmasdi bu kun tarix bo'lishini. Bir hali orzular ortidan yugurardi, bir esa yuragida meh bilan yashardi. Kechkina xonalar, uzoq tunlar, sahnaga chiqishdan oldingi hayajonlar. Hamma faqat natijani ko'rdi, lekin ular yo'lning qanchalik og'irligini birga ko'rgan kunlari ham bo'ldi. Bir-birini kuch bergan onlari ham. Ba'zan so'z kerak bo'lmagan paytlar, faqat yonida bo'lishing o'zi yetar. Agar vaqt o'tsa ham o'sha kunlar qoladi. Yurak hech qachon unutmaydi. Chunki ba'zi do'stliklar suratlarda emas, insonning qalbida yashaydi. Dunyo ularni yulduz deb ko'radi, lekin ular ham oddiy insonlar. Orzulari bilan ulg'aygan, bir-birini tushungan ikki yurak. Yillar o'tdi, dunyo o'zgardi, ularning oldida katta sahnalar paydo bo'ldi. Millionlab ovozlar ismlarini aytdi, lekin eski xotiralar yurakda qoldi. Har bir tabassum ortida hikoya bu, har bir qarashda o'tgan yillar izi. Chunki birga ulg'aygan insonlar bir-birining sukutini ham tushunadi. Bugun ular balandda porlaydi, ammo yo'l boshini unutmaydi. O'sha kichkina orzular bilan boshlangan hikoya hali ham million qalbga ta'sir qiladi. Balki vaqt hamma narsani o'zgartirar, balki kunlar tez o'tib ketar, lekin chin yurakdan qolgan xotiralar hech qachon yo'qolib ketmaydi. Chunki chiroyli hikoyalar doim katta so'zlardan boshlanmaydi. Ba'zan oddiy uchrashuvdan boshlanadi va butun umrga qoladi. Bu faqat ikki ism emas, bu birga ulg'aygan yillar ovozi. Bu kulgular, orzular, xotiralar, yurakda qolgan go'zallik. Qancha vaqt o'tmasin, ba'zi rishtalar o'zgarmaydi. Chunki haqiqiy do'stlik
masofa bilan yo'qolmaydi yurakda.